Hozir mana Huawei modelda zaryad oladigan joyi uzilib ketgan. Pat mikroskop ko'rsatamiz. Aslida daroshkalar uzilib ketgan mana shunday polностью. Buni orqasida bunaqa turadi. Başta 15 ta oyog'i bor. O'sha 15 ta oyoqqa uzilgan oyoqlar bittadan tiklab chiqish kerak. Mana 15 ta oyoqlar uzilgani. Kley qilingan. Mana shu ultrafiolet tursa, shu qat'iy. Ali daroshkalar как заводской qilib qo'yadi. Rezultatga ham erishib oldik, xudo xolasa. Zaryad olinayotgan zaryadga 30 kun kafolati bor. 30 kunda mexanik повреждение bo'lib, suvga tushib, yerga tushib, sinib qolmasa bir marta bepul yoqib beriladi.